Imom Ahmadning ixtizorida ajib bir ish bo'ldi. Abdulloh ibn Ahmad aytadi. Otamning yonida edim. Otam bir hushidan ketadi, bir hushiga keladi. Bir hushidan ketadi, bir hushiga keladi. Hushiga kelganida yo'q, hali yo'q, hali yo'q dedi. Hushidan ketdi. Yana hushiga keldi. O'ziga kelib, yo'q, hali yo'q, hali yo'q. Shu so'zini qaytaraverdi. Bir necha marta hushidan ketib, hushiga keldi, shu so'zini qaytaraverdi. Shunda o'g'li so'radi: "Ey otajon, nima bu? Hushingizdan ketyapsiz, hushingizga kelyapsiz, o'zingizga kelganda yo'q, hali yo'q, hali yo'q deyapsiz." Imom Ahmad: "Ey bolam, nima bo'layotganini bilmaysanmi?" dedi. "Men bilmayman" dedim. Otam: "Albatta la'nati iblis uyini bir chetiga kelib, barmog'ini tishlab turib, mendan qutulib ketding-a, mendan qutulib ketding-a deb turibdi. Men esa hali yo'q, hali yo'q, hali yo'q deb javob beryapman" dedi. Shayton birodarlar siz bilan bizni umrimiz davomida vasvasa qiladi, shirkka, kufrga, ma'siyatlarga chaqiradi. Umri davomida kishi iymonda sobit qoladigan bo'lsa, oxirida ham noumid bo'lmaydi shayton. Mana shu ixtizor holatida, o'lim holatida bo'lsa ham adashtirishlikka urinadi. Imom Ahmadning oldiga kelib, qutulib ketding-a, shuncha tuzoq qo'ysam, shuncha bir adashtirsam ham qutulib ketding-a deganida Imom Ahmad: "Yo'q, hali qutulganim yo'q. Hali ruhim tanamda ekanmi? Hali tavhidning ustida kalimani keltirib, ruhimni omonatda topshirib olmayapmanmi? Hali qutulganim yo'q" deb javob beryapti. Chunki hadisda keladi, iblis aytadi: "Izzating va ulug'ligingga qasamki, modomiki ularning ruhlari jasadlarida ekan, ularni ig'vo qilishdan to'xtamayman." Alloh taolo aytdi: "Izzatim va ulug'ligimga qasamki, modomiki ular menga istig'for etar ekanlar, men ham ularni kechirishlikdan, men ularni avf qilishlikdan, mag'firat qilishlikdan to'xtamayman" dedi. 241-yilni Robiul avval oyi 12-juma kunida Abu Abdulloh Ahmad ibn Muhammad ibn Hanbal 77 yoshida vafot etdi. Juma namozidan keyin. Hijriy 3-asrning eng ulug' imomi vafot etdi. Solih chiqib, otasini vafotini odamlarga xabarini yetkazdi. Janoza asrda o'qilishligini aytdi. Odamlar bu ulug' imomini vafot etganini eshitib qattiq yig'lashdi. Ko'chalar odamlarga to'lib ketdi. Mutawakkilni Bag'doddagi valisi Muhammad ibn Tohir kafanlik uchun kerak bo'lgan narsalarni olib imomning uyiga jo'natdi va aytdiki, "Amir sizlarga salom" dedi va mana bu xalifaning nomidan. Agar xalifa shu yerda bo'lganda shu ishni qilardi dedi. Ya'ni bu paytda mutawakkil, xalifa mutawakkil Bag'dodda emas edi. Ammo Imom Ahmadning farzandlari qabul qilishmadi. Albatta Amirul Mu'minin xalifa, otamiz xohlamagan narsani unga ro'baro qilinmasligini aytgan, deyishdi, qabul qilishmadi. Imom Ahmadning ahllari joriya yuvib qo'ygan bir kiyimni olishdi, ko'ylakni, yoniga lifofa, hanutni, yana bir idishda suvni sotib olishdi. O'zlarini uydagi suv bilan yuvishlikni xohlashmadi. Chunki Imom Ahmad farzandlari va ahllari xalifaning hadiyasini, oylik maoshini qabul qilgandan keyin ularning uydagi biror narsadan foydalanmay qo'ygan edi. Shuning uchun vafot etgandan keyin ham o'zini uydagi suvdan emas, ko'chadan suv olib kelib Imom Ahmad yuvishadigan bo'ldi. Imom Ahmadning g'usliga xalifaning oilasidan va Banu Hoshimdan bo'lgan kishilardan iborat 100 kishi qatnashdi. Ular kelib Imom Ahmadning peshonasidan o'pib, haqqiga duo qildilar. Hali odamlarni oldiga olib chiqmasdan turib, Imom Ahmadning oilasi Hoshimiylar bilan birga janozani avval o'zlari o'qishdi. Imom Ahmad vafot etdi. Shayxul Islom, musulmonlarning imomi, ahli sunnaning imomi, muhaddis olim, hadis, fiqh, zuhd imom vafot etdi. Ahmad ibn Hanbal vafot etdi. Imom Ahmadni janozasini o'qishlik niyatda ko'chaga chiqqan odamlarni aniq qancha ekanligini Allohning o'zi biladi. Bag'dodning valisi Muhammad ibn Tohir odamlar orasida edi, janozani o'zi o'qib berdi va janozani odamlar ko'pligidan bir necha bo'lib o'qishdi. Ko'pligidan. Imom Bayhaqiy rivoyat qiladi. Muhammad ibn Tohir ta'ziyaga kelgan kishilarning adadini bilishni amr qildi. Ularning adadini 1.300.000 ekanligini aytishdi. Yana bir rivoyatda 700.000 deyiladi. Ana shu kelgan rivoyatlarga qarasangiz, 700.000 dan 2,5 milliongacha odam janozaga qatnashdi deyshadi.
Bu nimani belgisi? Albatta bu xayriyatning belgisi. Bu Imom Ahmadning vafotini jumadan keyin eshitib kelganlarning soni shuncha edi. Hali atrof ofoqdan keladiganlarni bunga qo'shilayotgani yo'q. Imom Ahmad hali vafot etmasidan avval aytgan edi. Ahli bidatlarga aytinglar, Mu'tazilalarga aytinglar, siz bilan biz oramizda janoza bor. Shuna deb aytinglar. Bu degani sizlar bilan bizga janoza o'qilgan paytda ko'rasizlar, kim salohiyatda, xayriyatda ustida ekanligini. Imom Ahmad vafot etganda mana 1.300.000 deyilyapti. 2.5 million odam qatnashdi. Ana shu Mu'tazilalar ham o'zlari ham kelib Imom Ahmadning janozasida qatnashgan. Ammo ana shu fitnani boshlagan Mu'tazilalarning kattalaridan bo'lgan 3 ta xalifaga vazir bo'lgan Ahmad ibn Abi Zuvat o'lganida birov parvo qilmadi uni o'lganiga. Sultonda odamlardan bir ozgina adatdagi kishilar o'qib qo'ydi. Ana shu Mu'tazilalarning kattalaridan bo'lgan Bishr al-Marisini janozasi ham shunday bo'ldi. Birov parvo ham qilgani yo'q. Bayhaqiydan Abdulloh ibn Varroq aytadi. Ahmadning janozasiga qatnashgan kishilarning adadichalik katta adad avvallari johiliyatda ham, islomda ham bo'lganini eshitgan emasmiz. Hech qaysi odamni janozasiga bunchalik katta adad yig'ilgan emas. Bu hali kemalarda turganlardan tashqari, quruqlik bilan kelish iloji bo'lmay qolganidan, ko'chalar to'lganidan, daryoda suv bilan kema orqali kelganlar ham bor edi. Janozaga kelgan kishilar Imom Ahmadga duo qilardilar. Payg'ambarimizga salovat aytishar edi. Imom Ahmadga muxolif bo'lganlarga la'nat o'qishar edi. Ulug' bir faqih, ulug' bir mazhabning imomi, aqida imomi, Rasulullohning muborak hadislarining imomi. Biz Imom Ahmadni qadrini odamlar bilish uchun har qancha gapirmaylik ozlik qiladi, birodarlar. Bu o'rinda Ahmad ibn Ibrohim as-Sofiyning gapi bizga kifoya qilsa kerak. U kishi aytadi: "Bugun kimni dafn qilganimizni bilasanmi?" Abu Naim Isfahoniyga. "Yo'q, men bilmayman" dedim. As-Sofiy aytdi: 5 taning 6-chisini. Kim edi 5 ta kishi deganida As-Sofiy aytdi: Abu Bakr Siddiq, Umar ibn al-Xattob, Usmon ibn Affon, Ali ibn Abi Talib, Umar ibn Abdul Aziz va Ahmad ibn Hanbal dedi. Mana shuni ummatning eng ulug' insonlari zikr qilinganda 6-chisi qilib Imom Ahmad zikr qilinyapti. Alloh azza va jalla Imom Ahmadni o'z rahmatiga olsin. Ummat uchun, musulmonlar uchun qilgan mehnat mashaqqatlarini munosib taqdirlasin. O'zini Firdavs jannatiga dohil qilsin va o'zini jamolini ko'rishni nasib etgan bo'lsin. Odamning kimligi, birodarlar, janozasida ko'rinar ekan. Janozasida. Esimizdan chiqmasin, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam zamonlarida bir janozani olib o'tishdi. Kim ekan dedi odamlar bir-biriga. Ha, falonchi ekan deydi. Qanaqa odam edi deb so'raldi. Shu yerda turgan sahobalar yaxshi odam edi deb yaxshiligini bilan eslashdi. Shunda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam vojib bo'ldi dedilar. Bir qancha vaqt o'tgandan keyin yana bitta janozani olib o'tishdi. Kim ekan bu? Ha, falonchi ekan. Ha, qanaqa odam edi? Ha, qurib ketgur yomon odam edi. Qutulibmiz, Xudoga shukr deydi. Payg'ambarimiz vojib bo'ldi dedilar. Shunda sahobalar so'rashdi: "Nima deganingiz bu?" Birinchi odamni yaxshi inson ekanligiga guvohlik berdinglar, jannat vojib bo'ldi. Ikkinchisiga buni teskarisini aytdinglar, do'zax vojib bo'ldi. Sizlar Alloh taoloning yer yuzidagi guvohlarisizlar dedi. Imom Ahmadning janozasiga mana shuncha odamning qatnashligini o'zi haqiqatan bu kishining qanchalar ulug' inson ekanligi va ummatga qancha xizmat qilganligini siz bilan bizga bildiradi.